Yaqinda Yunusoboddan 250-300 ming dollarga adashmasam shunaqa qo'yishgandi. Biz $139 ming davomimiz. Sotuga joylashgan, oldida, orqasida hovlisi ham bor, 6 ta xona, 2 ta hol, 4 ta sanuzeli bor. Ikkita chetimizga zeleniy zona qilingan. Bu yoqdan podvolga chiqsangiz bo'ladi, podvol ham kattagina. Bu yoq tarafni bitta ko'rsatib yuboring, darvozaxonasi mana. Mashina kirib, mashinangiz bemalol qo'yasiz. Bu yoq kichkina eshigi, asosiy eshik kirib chiqish uchun. Bu yoqda yuvinish xonasi, sanuzel bor. Endi sizlar bilan birga ichkarini bitta obzor qilamiz. Siz bo'lsa videoga like bosib, 100 ming, 150 ming atrofida uy qidirayotgan tashlarga jo'natib qo'ying. Pul zarurligi uchun so'rashni sotishadi. Yana kelishadigan joy bor. Ketdi endi ichkarini bitta ko'rib chiqamiz. Mana kirib kelar ekanmiz, bu yoqdan chiroqni yoqamiz, kattagina hol. Bu yoq chap tarafimizda oshxona keladi ayollarimiz uchun. Uning yonida mana umumiy sanuzel, bu yoqda yosh kattalar, otajonlarimiz uchun sanuzel bilan birga yotoqxona. Bu yoq mehmonxona, mehmon kutib olish uchun mana shu yerda bitta orqa hovlini ham ko'rsatib yuboring. Chap tarafda oshxonaga joy tashlab ketilgan, yana bitta zeleniy zona bor o'rtada. Endi sizlar bilan birga ikkinchi etajni ham ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajiga mana shu zina orqali chiqiladi. Podvolga ichkaridan yo'l yo'q. Tashqaridan tushasiz podvolga. Endi ikkinchi etajni ko'ramiz. Bu ikkinchi etaj mansardasi bo'ladi. Bu yog'imiz kattagina mana hol qismi. Xo'p, bu yoqdan boshlaymiz. Bu yoqda kattagina mehmonxona. Bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Bolalar uchun qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda umumiy sanuzel uchun joy tashlab ketilgan. Buni yonida yana bitta xonamiz bor. Mana. Bu bolalarimiz uchun xona. Uyimizni ko'rdik, yoqqan bo'lsa like bosib, tanishlarga jo'natib qo'yinglar, foydalanib qolishsin. Bu ko'chalari fasad qismi, mana bu yoq tarafni ko'ring ko'chasi, bu yoq tarafni ham ko'rsating. Ko'chasi, lokatsiyasi Izzaga kelib, Prikroskadan o'ngga yurasiz. Izza mehmonxonadan 400-500 metr kirganingizda Tokzor ko'cha. Qadrdonlar 251-maktabning oldida joylashgan ushbu uyimiz. Maktabga ham yaqin ekan. Pastda menga raqamni yozib qoldiraman. Siz bo'lsa uy sotish va sotib olish uchun menga obuna bo'lib qo'ying.